Qo'limda turgan ushbu non aziz ne'matligi va uni isrof qilmasligimiz haqida juda ham ko'p eshitamiz. Achinarlisi shundaki, Toshkent shahrining o'zida bir sutka davomida 3.5 tonna mana bunday non va oziq-ovqat mahsulotlari chiqindi qutilariga tashlanmoqda. Bu birgina poytaxt misolidagi miqdor. Mamlakatimiz bo'ylab bu raqamlarning salmog'i yanada ortishi mumkin. Respublikada bir yilda o'rtacha 15 million tonna qattiq maishiy chiqindi hosil bo'layotgan bo'lsa, 3 million tonnasi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Bu degani o'sha uni tarkibidagi o'rtacha 1% oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni organik chiqindi, bu degani non mahsulotlari kiradi. Bu turdagi chiqindilar chiqindi yig'ish maydonchalari tashkil qilgan o'ralarimizda, qutilarimizda, konteynerlarimizda yig'ib olinadi. Tasavvur qiling, 3.5 tonna bu bir kunlik raqamlar. Agarda buni oyligini hisoblaydigan bo'lsak, bu raqamlar 100 tonnadan ortishi mumkin. Xo'sh, chiqindilardan yig'ib olinayotgan bu nonlar nima qilinadi o'zi? Toshkent shahrida yoki viloyatlar, Toshkent viloyatidagi yirik shoxli qoramollar yoki mayda shoxli qoramollar uchun oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalaniladi. Ham bundan tashqari boshqa maqsadlarda aholimiz yig'ib olib ketiladi. Uni xaridorlari bor, qayta ishlovchilari bor. Nonlarni chiqindilarga tashlayotganlarga yurtdoshlarimizning munosabati qanday? Munosabatim albatta salbiy. Eng aziz narsa bu non hisoblanadi. O'sha nonni chiqindiga tashlash bu isrofgarchilik deb o'ylayman. Shu maslahatim shu, tashlamasin. O'zi non mahsulotiga chiqindi deb qarash o'zi juda katta xato. Chunki biz yoshligimizda o'rgatishgan non mahsulotini uvol qilsang uyingda baraka ketadi deb o'rgatishgan. Shunga biz hech qachon chiqindiga nonni tashlamaymiz. Men hayronman. Masalan, men oilamdan chiqmaydi-da. Chiqqan taqdirda ham o'sha narsani biz to'g'ri suxari qilib bir nimaga ishlatamiz. Bunday aziz ne'matlarni isrof qilish dinimizda ham qoralangan. Bu juda ham ayanchli holat hisoblanadi, chunki dinimizda Alloh taoloning ne'matlari, xususan nonni hurmat qilishlik, ehtiromini saqlashlikka alohida topshiriq buyruqlar kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nonni ikrom qiling, nonni hurmat qiling deganlar. Chunki qaysi bir xonadonga, qaysi bir insonga Allohning ne'mati keladigan bo'lsa va ne'matga munosib muomala qilmaydigan bo'lsa, shukrini joyiga qo'ymaydigan bo'lsa, u ne'mat qaytib bu xonadonga kelmaydi. Mana shu ma'nodagi rivoyatlar bor. Ortib qolgan kichik bir nonlarni ham isrof qilmasdan muhtoj kishilarga berib, katta bir savobga ega bo'lish mumkin. Ortiqcha narsani olish ham isrof va uni ortgandan keyin ana ortib qoldi deylik, uni nima qilish kerak? Uni munosib shaklda muomala qilish, uni qotirib qo'yish mumkin, tolqon qilib yeyish mumkin yoki pokiza holatda saqlab turib muhtojlarga berib yuborish mumkin. Mana bu orqali savob olinadi. Agar axlatga tashlab yuboriladigan bo'lsa, ham gunohi bor, ham ne'matni shukr bilan bog'lab qo'yish kerak. Noshukrlik bo'ladigan bo'lsa, isrof bo'ladigan bo'lsa, ne'matni bog'lamagan bo'lasiz, balki o'zingizdan qochirgan bo'lasiz. Kim nimani xor qilsa, o'shanga zor bo'ladi deydi bizi dono xalqimiz. Bugungi kunda respublikamizdagi barcha chiqindi yig'ish joylarida non va oziq-ovqat mahsulotlari uchun alohida konteynerlar qo'yilgan bo'lib, yurtdoshlarimiz bu turdagi mahsulotlarni ushbu maxsus idishlarga saralab tashlashsa, non mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri poligonlarga borishni oldi olinib, qayta foydalanish imkoniyati yanada ortadi. Davudxon G'ulomjonov, Shahzod Karimov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.